Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun 24-may, haftaning yakshanba kuni Samarqand mashina bozoridan sizlar uchun arzon mashinalarni video qilish uchun bozorga chiqdim do'stlar. Samarqand mashina bozorimizda holati, mashinalar kam chiqqan, narxlar sezilarli darajada o'zgargan. Bugun 24-may do'stlar, ertaga xudo xolisa 25-may so'nggi qo'ng'iroq. Kommentariy yozinglar qani, kim maktabni bitirganiga necha yil bo'ldi? Men xudo xolisa 2014-15 bitirganman. Sizlar nechinchi yil bitirgansizlar? Kommentariy yozib qo'yinglar. Bugun obzorimiz yonadi. Arzonroq mashinadan ko'rsatishga harakat qilaman aziz obunachilar. Boshladik. Video boshlashdan oldin maksimalni like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Kelinglar, mana shu videomizga 1000 ta like yig'amiz va keyingi obzorimiz ham sizlar uchun ajoyib tarzda bo'lib o'tadi. Qora, oq, har xil jentrlarni ko'rsatib o'tamiz. Polni navorot qilinganini birinchi sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Polni shumka bo'lgan, mana gazli variantda. Xo'p, qora jentra yili 23 dedizmi aka buni bo'yi? Yili necha dediz? 23 ekan. Kraskalar bormi? Kraska toza, amerikanka, optiralar qilingan, yumshoq ravon balonlarda ekan. Tak, probegi nechta aka? 64 ming. Shumkalar bo'lgan, ha? Shumka aka. Xo'p, Malibu bar, Malibu rul qo'yilgan, undan tashqari Mercedes. Polni ishlaydi aka elektronikasi. Abagrefi ham bor ekanmi? Shunaqa. Abagreflari, Abduf knopkalari ham ko'rinyapti. Tablolari ham chiroyli qilingan, qaranglar. Tablolar neobishniy ekan. Bitta yoqib ko'rsatamiz. Qaranglar, tablo. Qanday? Chiroyli bo'lganmi? 64784 bo'pti. Mana 725 smartfonlar, Black Piano barlar qilingan, Polni akfa printlari ham Black Piano mix qilingan ekan aka. Ha, yonadi. Chiroyli bo'lgan. Tonirovkani ham yaqinda shildinglarmi deyman, hali ischasi turibdi. Tak, orqa sidenalari ham komplekt Mers. Aka kraskasi yo'qmi? Yo'q, aka. Mana orqa sidenalari. Kraskasi toza, gazi qanaqa? 5-pokoleniya propan gazi bor. Propan gaz 5-pokoleniya ekan. Kraska toza 23-yil jentra. 64 ming bu probegi. Narxini 14 ming dollar deyaptilar. Aka naqd bo'lsa obunachilaringga kelishtirib bering, sal qimmatroq aytayapsiz. Lekin mashinangiz yaxshi ekan. Shuni ham aytib o'taylik. Qancha qilib berasiz? Naqd olaman desa 13 mingga berasizmi naqdiga? 13,5 bo'lsa beraman. 13,5? Hozirroq baland bo'lib qolyapti-da. 13 olib ketsa naqd sanab aka. Yo'q, aka. Naqd berayotgan odam hozir kam ekan. Variant Vikup deyaptilar. Aytganda variant Vikupga berasizmi? Yo'q, naqdga bizga. Naqdga ekan, bartergacha aka. Nexia Sparkmi? Nexia 3mi? Faqat naqdga. Sotiladi. 13200 dollarga bermadingiz. Ertalab bermabdilar. O'shanga qarab savdo qilaveradi. Raqamingizni ayting. 97lik 97 kodi 519 519 7101. 7101. Atak mashincha. Polni udobstvolar qilingan. Maza qilib haydaverasizlar do'stlar. Mayli aka, charchamang. Nomerlarni aytdilar, aloqaga chiqib bosib bo'ladi. Ikkinchisi oq jentra. Avtoe'lon.uzda kafolat bilan rasmiy dilerlardan mashina oling. Modelni tanlang va kreditni hisoblang. Hoziroq rasmiy dilerlar bo'limida tekshiring. Buni qani nimasi bor ekan? Metanmi yo propanmi do'stlar? Aka bu propanmi yo benzindan? Propani bor ekan, zapaska yo'q ekan. Ichlari Malibu bar, Malibu rullar. Shumkalar qilinganmi aka? Bitta ichini ko'rsatvoraylik aka. Klimat kontrol qo'yilibdi. Akamiz qaranglar qanday chiroyli. Soatchalik qo'yibdilar. Bitta o'tirib ko'rsataylik. Voy, mana. Zavodskiy smartfon, klimat kontrol, Malibu bar, Malibu rul. Bu ham polni udobstvolar qilingan, shumka qilingan. Undan tashqari tonirovkalari bor, yumshoq balon, amerikankalar qilingan. Akajon o'zidanmi yo tirikchilikdanmi? O'zidan. Tirikchiligimiz. Ha, yili nechi? 19. 19. Probegi nechta? 135. 135 ming. Probegi meni yurgan mashina. O'zini probegi ekan 135 ming. Kraska toza. Top-toza. Aka narxini qancha so'rayapsiz? 1500 so'raymiz. 1500 deyaptilar. Xudo xolasa
1 yil ruxsat bu. Naqd so'rasak necha pulgacha qilib beramiz aka? Ko'rishaversin, ko'rishib gaplashamiz aka. Necha puldan ustiga bermay turibsiz nima olsa? Hali savdo bo'lgan-ku, ko'rib turibsiz, ittalar. Birinchi savdoni 9,5 mingga naqd bersam olib ketasizmi? Yo'q. Olib ketamizmi? Yo'q. Haydab ko'raman deyapti o'z klientlar. Undan o'tib berasizmi aka biror nima? Ko'raveraylik, gaplashamiz. Ko'raveramiz ha. Nomeringizni ayting aka. 99 99 669 669 0111. 0111. Mashinchani haydab ko'ryaptilar. Bemalol yurishlarini qaranglar. Argentra boshqacha tamirovka bilan do'stlar. Hammaga nasib qilsin. Bu 2 yil oldin qanday trendda edi do'stlar? Hozir sal nima bo'lgan? Susayganu, lekin zo'r mashina baribir. Telefon qilinglar. 990 bilan bu oqda video qildik. Endi sizlarga Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Cobalt Nexia 3 hammasidan bo'ladi mashincha. Tak, Cobalt'dan olsa assalomu alaykum. Aka nechinchi yil bu? 18. Mexanikami, avtomatmi? Avtomat Ravonidan ha? Metan, propan? Metan. Puli qancha aka puli? 8700. Salonlari 8700 mi? Probegi nechta? 139 ming ekan. Ishi ochganda nega ko'rsatmadi probeg? Salonlar yon-ekon qilibsizmi? Diodlar qo'yilgan ekan mana. Liniyalar o'tgan. Ravon ko'rsatmaydi salonda chiqqanda. Ochgandan ko'rsatmaydimi Ravonlar? Abagrev sidani ikkita oldida bo'ladi. Video registrator. Hamma narsasi. Hammasi nima ekan? ABS registrator. Registrator ekan o'sha meni. Monitorlar qilingan. Akajon 8700 dedingizmi? Kraska qanday? Ikkita petnosi bor, ikkita detalli petno. Metanmi, propanmi? Yetangas. Metan gaz 2018-yil. Ikkita joyda petnosi bor ekan. Qaqida aka, ishimi, krilomi? Krilo bilan eshikda bor. Krilo bilan ishi. Aka naqd xarid qilaman desak, qanchaga berasiz mashinani? 8,5 ga beramiz. 8,5 ga? Yo'q. Chiroyli qilib o'ting, 200 dollar kam aka. 7900 berasizmi oxiri? Yo'q, ularga. 8000 ga berasizmi? 8,3 oxirgi narx beraman. 8 qaling naqd so'rasa aka shuni. 8,300 beraman. 8300 2018. Nomer raqam? Telefon? 99 99 963 963 688. 66 88. Qo'ng'iroq qilib mana bir bor savdo qilib ko'ringlar. Keyingisi bu ham avtomat ekan. Ama aka nechinchi yil bu? Bunisi kimdan aka? Nechinchi yil? 21. Puli 2021 yil ekan. Probegi nechta buni? 160 ming avtomat korobka 2021 yil 9500 deyaptilar. Metan gazlari bor, 4 ta baloni yaxshi turibdi mana. Balonlari. Aka kraskasi qanday? Kapotni o'zimi? Kapotni o'zida ekan. Hay, buni naqdga qancha qilib berasiz aka? Bu ham 9200 beramiz. 8700 lab berasizmi naqdga? 800 lagachi. 9000 faqalgani qilib beramiz. 100 o'ting yana aka. 9000. Keysan Siz naqdga nomingizdan kelaversin, agar o'tib beramiz. o'tib beradilar 9000 dollardan ham. Telefoningizni qaytarib yuboring. 99 99 963 963 66 88. 66 88. Telefon qilinglar. Tak, endi Gentra chiqib qoldi yonimizda. Akalar bu nechinchi yil aka? 20 avtomat. Puli qancha? 11,5. 20 11,5 ekan. Sal baland ekan. Nexia 3 ko'rsatamiz. Nexia 3. Aka avtomatmi? Nechinchi yil? 19. Aka summasi qancha buni puli? Mana salonlari 2019-yil avtomat korobka, poliklar qilingan, varlar qilingan,
4 ta Mercedes deflektor, balon ko'rinishlari. Ha, metan gaz 4-paketli kraskasi haqida. 3 ta pitnosi bor. 2017-yil, 19. Puli qancha aka? 7509 bir nota beramiz. Naqd 7000 ga berasizmi? 7200 beraman. 7000 ga bering naqdga aka. Ko'p tushirmadim men lekin. 7200 beraman. Bering naqdga-da aka, naqd klient yo'qga ko'ryapsiz aka. Savdolar ham o'layapti. Naqd so'rasa jazman klient olib binaman desa akajon berib yuboring shuni. Kelsa kelishamiz. Kelsa kelishamiz, ha, nasib bo'lsa. Ha, motorlari moy yemaydimi? Probegi 81 ming aka, motorlar hali kulish deymagan. 7000 ga nasib bo'lsa berib yuboradilar. Yaxshi savdo qilib ko'ringlar o'zlaringiz ham. Nomeringizni ayting aka. 91 555 555 66 70. 66 70. Kraska bir 3 ta joyda bor dedingiz-a? Bor. 3 ta joyda bor ekan. Ishlarga o'tmagan, oldi orqalab. Ichiga o'tmagan, oldi arqa butundilar. Yana bir bor tekshirtirib ko'rib olasizlar. Tak, endi mexanika Cobalt'dan ham bitta bosib keyin Lacetti ko'rsatishga harakat qilamiz, do'stlar. Cobalt. Aka nechinchi yil? 18. Mexanikasi, ha? Narxi qancha? 8000 deyaptilar. Tak, 18. Kraska qanday? Probegi 127 ming yurgan ekan, kraska toza. Aka, naqd bo'lsa qancha berasiz oxiri? 7800. O'tmaysizmi boshqa aka? Lekin qimmat aytdingiz. 19 dan aytilishi 7800. Trekkerchadan bosib o'rasizlar do'stlar, mana endi mana shunaqa mashinalar menga vaqt keldi. Chunki do'stlar, oldin bilasizlarmi, 18 ming 19 ming turayapti. 1,5 yil, 2 yil oldin maksimum. Hozir do'stlar 11, 10 ana shu atrofida. Assalomu alaykum. Varianti ham bor. Oldin aytayapman-da aka, 18, 17, 16 yilda maksimum. Hozir 11, 10 shunday atrofda bo'lib qolgan, ha. Bu premyerami menimcha? Ha, 20-yil oxiri. 20-yil oxiri, texpasportlari ham 20 mi? Aka, kraska qanday? Kraska mana bu kiloda ozgina pitno. Mana shu kiloda ozgina pitno bor. Bu eshik bilan kapotiga o'tmaganmi? Yo'q, Krilon o'zi. kiloda qolgan joyi bor edi. Xo'p, mashinamiz start stoplari bo'ladi, svetlari avtomatik yonadi, tablolari umli bo'ladi do'stlar. 221 ming 166 kilometr. O'zini monitorlari 4-paketli propan gaz bo'ladi, Lenovo registrator qo'yilgan. Mashinamiz elektronli sidinalar, chexol poliklar qilingan ekan. Aka, narxi qancha? Oxiri 10 bo'lsa beraman deyaptilar. Aka, nega sizni probegingizga 10 qimmat aka? 9,5 moshin burishni so'rayapti ekan. O'sha moshin burishga emas, bizaga shu 9,5 ustiga biron nima qo'shsa berib yuboring. Berib yuboramiz, 9,5 mingga qo'shsanglar berib yuborar ekanlar. Lekin probegi o'ziniki, ha? Yaxshi. Hozir qaytarganga ham qonun chiqyapti aka. Ha. Qayerda mashinasi bu? Shitxon. Bo'ladi, abograf bo'lmaydi, ha? Hamma narsa bor. Abograf bormi? Yo'q menimcha. Trekker birda. Tak, mashinamiz 2020-yil 9,5 mingga bermabdilar, ustiga beradilar. Nomeringiz ayting. 97lik 97 892 892 89 89 81. 81. Shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Diska balonlari. Balonlar 50% mehnat qilibdi, 50% yuradi. Oldi ko'rinishi. Mana do'stlar, 10 mingdan ham pastiga bo'ldi. O'zi aytilishini qaranglar. Mana. Propani bor 2020-yil 11 ming deb so'rab o'tiruvdilar. Zo'r bo'ldi, lekin 9,5 ming ozroq qo'ysalar ketadi. Bo'ldi aka, telefon qiladilar. Endi bir Lacetti'dan ko'rsatishga harakat qilamiz. Lacetti'lar asosiy bu qatorda bo'ladi. Next 2 Lacetti yonma-yon ko'pincha. Tak. Lacetti delfin rangda ekan. Delfincha.
savdosi bo'lyapti uni. Akalar bu kimdan aka? 13-yil Delfin. Puli qancha aka? 6000 aka. Klientlar ko'ryapti, u savdochi bo'lyapti menimcha. Hay, savdo qilib turinglar, biz narxi ham sizdan metalika. Uni yil nechi? 11. Summasi qancha? 6000 deyapti uni. Uni ham 6000 deyapti ekanlar. Bu qancha yurgan aka? 270 ta. Bo'lish qancha? Tak. Aytsa menga rang yo'qmi? Rang yo'qmi? Boshqa mashina ko'ramiz. Oqidan ko'raylik, kelinglar. Oqchasidan. Mana yerda nima bo'lyapti? Hamma egallab olibdi yonini mashina. Lasetti kimdan akalar? Salom. Nechinchi yil amaki? 13. 13. Mexanikasi, ha? Ha, mexanik. Pulni nech pul deyapsiz? 5400 so'rayapman. Nasib bo'lsa 4600 ga berasizmi? Yo'q-da. 800 qilyapti, yo'q bo'lib turibdi-da. 4800 ga sotmay turibsiz. Shu 5 ga beraman. 5 yil atrof deyaptilar. Tex pasporti ham 13-yil. 13 tex pasport. Motor birinchi remont bo'lgan. 2 marta, 2 oy bo'ldi. Ha. Birinchi marta remont bo'ldi, shuncha paytdan beri 2 oy bo'libdi. Yurgani qancha mashinani? 2 rux bo'lgan. 2 ruk. Qayerda mashinasi? Bozorg'om, Go'zal kentda. O'ziz qayerda yurasizmi? Ha, o'zim. Yosh katta amakimiz ekan. Motor 2 oy bo'libdi remont bo'lganiga. Mashinani yoqilg'isi qanaqa bu? Metan. Metan. Pastga qo'yibdilar. Gaz bilan benzinga yuradi. Benzinga yurib gazga o'tadi. Kondisioner ishlaydimi? Konditsioner Balon holatlari zavodga turibdi degan ekan. shiqolcha qo'yilgan. $100 deydilar amakimiz. Vaqt $100 edi. Ha. Mashina sotish bilan shug'ullanmaysizmi? Ha, bu? Mashina sotish bilan shug'ullanmaysizmi? O'z nomingizda yaxshi. Metanlari. Xo'sh. Bu sizga gen turibdimi yo? Yo'q, sistem nomimda. Arka nimangiz? Mana yerda kirishqasi. Arka nomeringiz toza DTP bo'lgan ekanda, nima bo'lgan? Nima edi bu DTP? Avariya degan DTP. Ha, endi oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Men ham 1 yildan oshib ketdi og'ani. Qarang, arka nomeringiz qanchalik? Восстановление qilingan, nomlari chiqib ketgan. Treshinalar berib. Kraska qayerda mashinada? Mana shu edi, mana shu. Mana shu orqa eshik tarafidan. Mana. Bo'lishini nasib bo'lsa nech pulga berasiz? Shuni ayting. 5000 dedim u. Yana o'tasizmi kelsa? Ozroq kelishdi. Ozroq. Mablag' qaraymiz, soatiga qaraymiz, pulni berishga qaraymiz. Ha. Narxmi, yo'qmi, shuni qaraydilar. Agar variant so'rasachi? Yo'q, variant yo'q. Telefoningiz ayting. 88 88 917 917 69 Telefon qilinglar. Sotilgan menimcha Nexia 1. Yaxshi. Xo'p. Aka nechinchi yil bu? Mexanikasimi? Puli qancha? 2800 deyapti ekan. Oxir qancha aka? 7 lan o'ziga bermaysizmi? Полный сумка bo'lgan. Pavga bor, полный красит terilgan. Kraskasi radno bitta 15 Kraska radno 2017 dediz-a? Lekin 18-19 puli bo'lyapti-da hozir bu. Ya do'stlar, to'g'ri kelmaydi bu narxga. 1-2 bozor sotilmasa o'zlari zo'r narxdan tushirib beradi egalariga. Nexia'dan qaranglar, qanday chiroyli qilib ko'tarib qo'yibdilar. Bitta akamiz ertalabdan bozor ketayotgan vaqtda telefon qildi. Lasetti 1.8 avtomatlardan ko'rsating ukadi. Lasetti avtomat ko'rsatish kerak endi. Bozorda Vibecha. Ketdik mana shu tarafdan. Lasettilarni olishga harakat qilamiz. Yaxshi Nexia 2 chiqsa, uni ham ko'rsatib ketamiz.
Bu safar Malibu bir juda kam ko'rinyapti bozorga do'stlar. Основной u tarafga tushadi. Bozor chekkasi. Tak. Malibu birlardan ham chiqib qolsa zo'r bo'lardi. Lacetti avtomatni chiqsa ham zo'r bo'lardi. Bitta mexanika ham ko'rsataylik. Akalar nechanchi yil ekan? 12. Summasi qancha aka? Puli 5,5. 5,5 ekan. Bo'ldi. Avtomatlardan oqtarishga harakat qilamiz. Bu ham mexanika ekan. Avtomatlar yo'qmi ekan? Lacetti avtomat dunyo kamayib ketgan bozorga. O'rtoqlar. Tak. Lacetti jan turishini. Zo'r turibdi. Daha şu kurs soraylik. Bitta muzikani pasaytirib. Aka sizdanmi bu? Nechanchi yil aka? 12. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, zo'r turibdi, chiroyli bo'lib. Nech pul deyapsiz aka? 7,5. Probegi nechta? 105 ming ekan. 7,5 deyaptilar. Zapaska chizig'i yo'q-ku? Chizig'i yo'q-ku zapaska. Yo'q-da. Ko'rdimki kameraga. 105 ming ekan. Aka buni oxirlari qancha? Kraska holati qanday? Pitton bu. Arxa eshik tagida pitton suv. Kirlochasida. Ikkita joyda ekan. Любой joyga javob. Puli qancha oxiri? 7 ming beramiz. 7 mingga 18 mexanika jentra beradi. To'g'ri beradi. Lekin buni menga odam bilmayman-da. Nima farqi bor? Olli kuzovga 3 burchakligiga farqi bor. Bular bir xil 23 ham 2008-yil Lacetti ham bir xil yurishi ham. Hammasi bir xil, ichidagi detali ham. Tablosi boshqacha bo'ldi. Yurishchi, motorchi. Motor 1.8 yaxshi. Qancha qilib berasiz aka? 6 mingga. Ziyod ko'rdi bermadim. Ha, bo'lmasa sotilsa mayli aka, charchamang. Qimmat bu narx. Tak, asta bu yerdan quyonni uramiz. 10x kurs so'ramizmi? Aka, primermi deyman ha? Plusmi, plus emasmi? Plus ekan ha, mana. Mana shu bo'lmasa primerda o'zi bo'ladi ha? 3, 4, 5 necha yili? 23 mi? 25. Nechta bo'ldi probeg? 62. Qancha so'rayapsiz narxini? 13,5. Pitno bormi? 60 ming bo'pti. Propan ham qo'yganmisiz? Tayyorlovka ruxsat yo'q ha? Qayerda mashinasi? Urgutmi? Balonlari Premier Pluschi 13,5 deyaptilar. 4 ta balonni davleniya shinasini ko'rsatadi tabloga. Sidinlar polni. Mana kojinli bo'ladi. Yana nimasi? Ikkita oldi va ikkita orqasi ham sedan Premier Pluslarda luklari bor. Orqasi даже beli bilan ekan. Oldilarchi aka? Oldi orqasi beli bilan. Oldi orqasi beli bilan. Probegi 60 dedildi. Yana nima? Klimenti bor ha? Avto mana. Klimenti bor. Ruli faqat bo'ladi, nimasi qiziydi? Redline. Rul qizmay ekan. Pol avtomat parkovka bormi bo'ladi? Bor ha? Yaxshi, redline'da bor funksiya bunda ham bor ekan. Agar rul qiziydi, shunaqasi kerak desalar, redline olinglar. Svetli avtomatik yonadi. Cruise kontrollari mavjud. Avtomat korobka, 1.2 turbina bo'ladi. 136 ta mot kuchi. Aka, qancha qilib berasiz? O'tib beramiz aka. 12 mingga berasiz naqdiga. Yarimga berildi aka. 12,5 mingami? Berilmadi. Berilmadimi? Kraska top toza aka. Top toza aka. Yili texpasportga nechi? Texpasport ham 25 ta. 25 ham polni. 25 ta ko'rsatib qo'ydi, yonib o'tdi.
Kuzov 25, model yarmini. 12 Chevrolet. Xo'p, 12,5 ni plus minus savdo qiladi-da? Plusiga, Plusiga, minusiga yo'qmi? Yo'q. 12,5 ni tepasi. Telefon 77 lik 77 363 363 40 03. 4003. Telefon qilinglar. Gen daverniz Yana beriladi. gen ham beriladi. Xohlasa Barterchi aka. iloj bo'lsa naqd yaxshi. Iloji bo'lsa naqd. Atak Gentraga ham barter ko'rasizmi? Yo'q. Bo'ldi. Barterga iloji boricha naqd deyaptilar. Barter uncha yo'q ekan. Balon olmaysizlar. Mana ko'rinishlari. Telefon qilinglar. 12,5 tepasiga ekan. Malibu'ni egasi bormi ekan? 2-4 menimcha mana shu ham. Malibu sizdan emasmi aka? Nechinchi yil? 2009. 2 motor. 2-4 ha, 2-4 dedim. XL qilingan ekan ha. XL li oldilari qoracha. Tonirovkalar bor ekan. Metan ham qo'yilgandir. Propan. Propan, kraskasi, petnosi, Zadniy krilo bilan eshikka petnosi bor. zadniy krilo bilan eshik. Ochiqmi mashina? Shumka ham bo'lganmi? Mashina shumka bo'lgan. Hadoylar Mers bo'pti. 150 mingta ekan probek. Aka, ruxsatlar necha oylar? 4 oy. 4 oy. Akajon, nech pul so'rayapsiz buni? 17,5 deyapman. 17,5. Aka, narxini zo'r qilib beraymi, chiroyli qilib. 4 ta balon yangi ekan, 2 ta petnos bodillar, 150 ta yurgan. 18 24 19. 19. 19 ham bor. Kili 19 ha. Texpasport 19. 19 mi texpasport? Yaxshi. Texpasport 19 ekan, shu oxirlari chiqqan ekanda. Yoki u gayiga bor $100 berib, yili 19 qildirilgan. O'sha vaqtda shunaqa qilinaydi. Mashina burishlar biladi buni, temani. Tak, aka, qancha deymiz oxirini? Kesizlar. 16 ga berasiz. Yo'q, yo'q. Naqd aka. Tushib beraman. Kimdan ko'p. 100 so'm 200 so'm tushayotgan mashina emas-ku aka, shuncha katta pulga siz ham chiroyli qilib bering-da. Hozir Instagramdan blogerlar keladi, 15,5 ga qo'yib yuborasiz. Bu so'ra bitta Malibu birda 11 mingda o'tiruvdi, keyin 2 kundan keyin qarasam 9,5 ga beraman deb o'tiribdi. Shunaqa so'kib yozgim keldi, indamadim. Aka, chotka qilib beraymi? 17 bo'lsa beraman. 17 qimmat akajon. Yo'q, shu 150 ta yurganda, bir 60 ta 70 ta emas-ku. shu lekin. Yana 500 o'tay aka, naqdga-da. Yo'q, yo'q. Ha, telefon qilib kelib ko'rsa, gaplashsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Ayting nomer. 91lik 550 0018. 91 550 0018. Samarqand barter ham bormi aka? Mashina Cobalt Gentra olib kelsa bo'ladi. Barter qilib berar ekanlar. Tak, Cobalt tiz pachkami yo yurganmi? Bu pachka. Nechta probek? 7000, yil necha? Yili 25. 25. Qays. Qancha qilib berasiz? Benzinda Cobalt 800 bo'ladigan narx. 11800 bo'ladigani. Bunga ham shu nomer ha? Ikkoviga bitta nomer telefon qilinglar. Cobalt 7000 yurgan ekan, avtomat. Tak. Endi qalay do'stlar? Savdo o'qiyaptimi sizlarga? Qo'rqmasdan savdo qilaverish kerak. Mashina burishlar bilan. Ana maloshni nech pul ekanlar? Menimcha arzon aytsalar kerak, Nexus 3 ni. Nexus 3 mexanik ekan. Akalar nechinchi yil? 20-chi. Puli qancha? 8. 8. Qimmat. $8,000 $7,000 ga olsalarsiz ham qimmat bitta PUBG o'ynayotgan akam bu. 2020-yil mexanik ekan, 6,000 qanchadirga oldilar. Nexia 1dami? Nexia 1da qo'ying deyaptilar. Nechinchi yil ekan? Ha. Puli? 2,5 deyapti ekanlar. 99 dedza. Propan 4 ta balon yangi turibdi. Motor moy yemaydi, ha? Qayerda mashina aka? Ha? Qayerda mashina? Uribdi mashinasi. Probegi nechta? Probegi endi
Aka nechi pul qilib berasiz? 2,5 demaymini? Kelgan Kelishtiring. joy bu, telefon qilsa. So'mda nechi pul qilib berasiz oxiri? 24 milliondan sal o'taman-da. 20 qilib bering, naqd so'raymiz-da biz. 20 ga bermayman sal. Ha, yomon so'ramadi aka, bering. Yili yomon so'radingda 99 aka. 20 million bo'lmaydi-da. Telefon qilsa 20 ga biron nima qilsa berasizmi? 24 demaysiz-a ekan. 24 demayman, kelishamiz. 24 dan o'tasiz. Ha. Xo'p, ma'lumoti motor hadovi yaxshi deyapsiz. 99-yil ekan. 4 ta balon yurib beradi. Aparatura taqlangan. Probekni bitta qaraylik-chi. Probek alıngan, almashgan. Ikkinchi pas, uchinchi pasida qo'yiladi. 3-pozitsiyadan? Ha. Bular pozitsiyasiga qarab o'zgarmaydi-ku. Yo, bu birinchi. Polik chexol. Ha, 99-yil boshqaroq bo'lgan. Lekin bu 400 qancha ko'rsatyapsiz? Mana shpakilovka ish bor ekan, aka. Kraska polnimi deyman? Asijit bo'ladi. Asijit. Kelishtirib beraymi, aka? Aytdim-ku shu. Asijit bo'lgan bo'lsa 20, 16, 17, 18. Nomeringiz manami? Tak, 88li 004 94 82. Bo'lsa o'lchamiz. Telefon qilsa kelishtirasiz, ha? Nexus 2 nechinchi yil? 2011. Puli 3000 deyaptilar. Tak, metani bor, sons gibrid ekan, ha? Kraska qancha? 2 kilo bittaga bor. 30% qarorlasi bor. Ikkita krilosi, ikkita oldi krilo, shu oldi ekan, ha faqat. Ha, oldi. Katta o'dar bo'lmagan. Motorlar yaxshi holatdami? Hammasiga javob. Qarabga hadovoy. Yurgani ishda? Yurganim. Mam. Qanday tabloga qarab yurasizmi yurgan paytingiz? Ko'rinmaydimi tablo? Yo, hozir olinglar. Biz olsatiramiz sizni. Tim bo'li, mana ketyapsiz mana. 481 ming ko'rinar aka. Tak, buni $1000 bilan Vikupga chiqarmaysizmi? Qayerda mashina bu? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Bo'lish qancha aka buni? 2800 usta beramiz. 2800. Qashqadaryoga tak, Akmal aka olib bormadingizmi? $1000 ga oladi Akmal aka. Yomon arzon nima qiladi? Kelishtiring buni. Probek ko'p ekanda, chiroyli qilib bering. Undan ziyod Undan ziyod bo'lmaydi, undan kam. 2,5 mingga sotolmaysiz, ana shu gara o'ynaysizmi? Samarqand bozori. Ha? Charchamang. 5 kun yurgan pastda 2800 deydilar. Nima bo'lyapti bu? Savdogarlar do'stlar. Qashqadaryoga olib borgandirlar Akmal aka. 1200 qilganlarmi xudo bilan. Tak. Nima bo'ldi bunga? Akkumulyatorcha o'tirib qopti. Tak, ketdi bitta dehqon bozorida ham bir shirasini ko'raylik-da. Shu to'g'ri yuraversak, dehqon bozor chiqadi. Bitta mokrichani ko'rib ketamizmi do'stlar? Aka, bu mokricha kimdan aka? 15-yil. Oshin benzinde ekan, ha? Aka, sizdanmi bu? Aka, sizdanmi? Salom. Benzindan mashina. Lasetti sidenalar qo'yilgan ekan, ha? Ichi akkuratni. Nechta probek? 170 ming. Puli narxi qancha? 5,5 so'rayapman. 5,5 deyaptilar. Metan yechib tashlaganmisiz yo? Gaz umuman qo'yilmagan. Qayerda mashina aka? Qo'shirobod. Qo'shirobod. Kraska nech qag'ilari? Kraska faqat orqada shu fitnosi bor. Orqasida fitna bor ekan. Tak, mana shu yeri siporish kerak ekan, ha? Nima bo'lib qopti? Mana yerga bu orqa seryozni bo'lgan do'stlar, mana qaranglar, germetika chiqara olmagan, kraskachi ham. Yaxshisi olib bormaganlar-da, tushib ketayotgan ham. Tak, mana ichidan ko'rsatsak, ichasi seryozni bo'libdi lekin. Mana yeri singan ham. Treshinachi. Qancha dedilar? 5,5 dedilar. 5,5 dedingizmi aka?
Bir olti Lux kondisioner. Yili 15 mi, 14 mi, 15 mi? 15. Bitta shu arka bagaj aralash kriloga udarcha bo'lgan ekanda. Aka, oxiri qancha? Kelishamiz, uchramiz 5,5 ming. Qancha qilib berasiz? 4,5 lik berasiz. Benzin ekan hamda. 5200 da bo'lsa beraman. 5200. 5200 da sal qimmat. Tak. Xo'p, do'stlar, ketdik, video davom etadi. Birikta jo'rlar bilan salom alaykum oldik. Endi boya aytganimdek, shu arzonroq joyga borishga harakat qilamiz. Shu dehqon bozor deyiladi. Lekin bironta avtomat Lacetti chiqmadi. Mana yarimta mexanika. Aka, yil nechi? 12. Puli qancha? 5800 kam. 5800 kam bor ekan. Kraska qaqi aka? Kapot, krilo, kalinka. Yurgani qancha? 287 ming. Neta? Motorlarida xarajat yo'qmi? Adavoy korobkasi ishi yo'q aka. Mashinaga 100% javob. Qoni shunga qilingan. O'zingiz bilayotgan mashina. Qayerda mashina? Katta Bayshan. Bo'lishi qancha oxir? Kelishtirib beramiz. 5 dan pastga berasiz naqdga. 5 dan pastga bermay ekanlar. Tak. Nexia. Tak. Yomg'ir yog'masi ketish kerak. Tezroq idom qilib. Avtomat yo'q, mana bu ham mexanika. Avtomat Lacetti'lar nima balo qirg'in keldimi sizlarga? Mexanika. Birorta avtomat. Mana yana mexanika do'stlar. Trekker birda oqchasi, ha? Ha shu oldi chiroyli-da, trekker birda. Orqasi xunuk qilingan. Tak. Sparkchi ham kelib qopti-ku bakka. Sparklar o'zi bu yerda turmaydi. So'rib o'tamiz Sparkni. Anchadan beri Spark ko'rsatvormadim sizlar. Tak. Akalar Spark sizdanmi? Nechinchi yil aka? 18. Full pozitsiyasi. Avtomat, salonchi akkuratniy, chiroyli. 147 ming probeg. Ana yopib tursa barlarini. Quloqchasi sinibdan barda quloqchasi. Nimasi ham turibdi, juda qo'ygan. Tak. Avtomat. Tepalari polni qoraytirilgan. Gaz qanaqa aka? Gaz. Metan. 725 maytfonlargacha bor ekan. Yaxshi. Puli qancha aka? 6800. 6800 ekan. Kraska eshigiga dedingizmi, qaqiga dedingiz? Ikkita eshikda, kapot chekkasida. Ikkita eshik va kapotni chekkasida. Avtomat Ravon full pozitsiyasi. Balonlari arzon balon turibdi ekan. 146 ming. Motor holat ABS. Metan. Bering. Tak. Aka motorlar qanday? Yo'q, moyidimi, yo'qmi shuni so'ram. Puli 6000 qancha qilib berasiz? 6600 Naqdiga aka 6000 ga berasizmi? Naqd shtirga. 6,5 cha aka. 6,5 beradilar. Salonni ko'rdik, salon ideal holda turibdi-da. Ha, salonchi yaxshi. 4 eshik o'zi yoqiladi avtomat eshigi. Video registrator, polni shumka, oscillator. Yana kelsa aka biror nima o'tib berasizmi? Bo'lish oxiri 6,5 qilib beraman. Undan bir so'm olmayman. Nomeringizni ayting, yana bir savdo qilib ko'radilar o'zlari. 93lik 93 191 191 79 79 69. 69. Barter variant V-kuplar bormi aka? Naqdga. Naqdga sotaman deyaptilar. Motorlar yaxshi ekan, avtomat korobka, navrotlar qilingan.
yana bir o'zlari savdo qilib ko'ringlar. Men lekin uni arzon qilaman deb o'yladim. O'zlaringiz yana bir tushirib ko'rishga harakat qilinglar. Avtomat Lacetti chiqmadi do'stlar. Bo'lmi? Salom. Ey, yuribmiz aka. Yomg'ir yog'dan chiqib, payda bo'lib issiq yurmayapsan sen, nima qanday? Yo'q, qimmat bozorga biz. Aka, avtomat Lacetti topolmayapman. Faqat mexanika chiqyapti. Arzon. Yil necha? 11. 11. Puli? 4,5 bo'lsa beraveraman. Ya unday demang, 4 lay berasiz aka. 4ga hamma bo'g'oz 300 savdo qilib bermadim. Qani buni motor nima deyapti? Chotki, xadolar qilingan. Motor moy yemaydimi? Yemaydi, javob. Metan 4. Yili necha ekan? 11 aka. 11 aka. Nech ko'radi bozor? Bozor aka 4,5 qildi. Kiloda bir 65lik gabarit balonlar qo'yilgan, yumshoq. Ishi 167 ming. Aka, radioni o'chirib qo'ying, akkumulyator yeb qo'ymasin. ochaymi aka? Metan gaz. Aynan kelamiz, qarab qo'y. 2011-yil 4200 mi? 300 ga bermamdi lan. Aka, bo'lishi 4,5 mi yo 4 qilsak bo'ladimi? Yo'q, 4600 aka. Aytavering. 100 ni ham beraman, 4,5 qo'ymayman. 4,5 beramiz, ha? 100 ni ham beraman. Kraska qag'ida? Kirlochasida. Telefon aytinglar. Tarifini qo'yay. Nima nomingizni ayting? 90 251 07 33 ekan. Bo'ldi. Tak, bu avtomat. Assalomu alaykum. Shehzodbekmi bu? Ha. Yaxshi, rahmat. Amak nechinchi yil? 22. 22. Narxi qancha? 12,5 ming. 12,5. 12,5. Tak. 12,5 ga qimmat ekan. Oq kimning rangi? Qanaqa mashina aka? Centra. Qan? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz, charchamayapsiz? Kuzataman, podpishingiz bilan. Rahmat. 23. 23. Mexanika. Mexanika. 29 ming yurgan. Kraska toza. Kraska toza, 23-yil. 29. Probega 29 mingmi? Tak. Motorlari propan gaz. Balon holati yaxshi turibdi. Orqa krilodami aka? Bagajga o'tmaganmi? Yo'q, mana bu yerda mana shunchagina Ozgina. ketnochasi bor bo'ldi. Qolgan joyi top-toza. Puli qancha aka? 10300 kelishtiramiz. 300 kelishtiramiz. Qancha qilib berasiz naqdga? Pachka. Pachkadan kami so'radim aslida. Kami so'rasa o'tib bermaysizmi aka naqdga? Pachka o'zi 10300 kelgan, 200 xarajat qilgan. Odam uxlayapti hozir. Ha. Tak, mana. Ko'rinishi 10500 tushganda o'zi mashinamizga. qachon olingan bu aka? Fevral oyida olinganda. Kerak sotyapmiz endi. Hozir lekin narxlar ozroq tushganda. Tushgan, shuning uchun pachka deyapmiz. 500 o'tib beryapmiz o'zi. 500 kami yo'q edi o'zi. 500 o'tib beryapmiz. 200 xarajat bo'lgan bundan. 9,5 lay to'g'ri kelmayapti naqdi. Bermadim. Bermasiz. Narx olib keldi. 9,5. Umina o'ting biron nima aka? Limon qism qani oladiganlar. Oladigan qilsa, Lekin pachka arka buferingiz almashgan ekan, ha? almashmagan. Almashgan aka. Zavodskoy mana bunday tochkasi bo'lmaydi. Bu qo'yilgan bufer mana. Qarang, zavod bunaqa nima qilib qoldirmaydi. Mana o'tib ketish kerak qo'l. Mana bu yerlari zazovlarini o'shqitolmagan mana. Arka bufer qo'yilgan, almashgan. Lekin men Ha, kraska tekshirtirib oladi, agar chiqsa o'tib berasiz narxini. конечно. Tekshirib 10 mingdan o'tib berasiz. Kelsa, yaxshi savdo qilsa, Shunday. probeklari yaxshimi o'ziniki? Tekshirib olgan. Kimdan olgansiz buni aka? Egasi kim bo'lgan? Egasi Nuroboddan bu yoq. Mashina purishli bo'lgan. Yo'q. Ha, shu Obsotardan olganman. Obsotar? Ha, Obsotardan olganman, lekin tekshirib olganman. Положено tekshirganman. Nomeringizni ayting. 95 95 062 062 52 95. 52 95. Mayli aka, charchamang. Bugun chiqar nasib bo'lsa. Xo'p, mana do'stlar, shunaqa gaplar. Qalay sizlarga obzor yoqdimi? Kommentariya fikrlaringizni yozinglar.
Sizlar bilan Sherzodbek o'z bo'ldi. Oxirigacha ko'rgan bo'lsalaringiz, oxiriga ham fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolargacha xayr, o'zlaringizni asranglar. Mashina olishdan oldin yaxshilab tekshirtirib keyin olinglar do'stlar.